Assalomu alaykum. Mani mehribon, soddadil, bolajon o'zbek xalqim. Man Xudoberdiyev Firdavsina onai Zora Qosimova Omina. Farzandimni, dilbandimni, bolajonimni izlab Rossiya shahriga keldim. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, bu yerda juda ham sovuq, har kuni qor. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan har kuni bolamni izlayman. Har kuni ko'chaga chiqaman. Kunda bolamni izlayman. Inshaalloh topilib qolsin. Duo qilinglar xalqim, sizlarning duolaring bilan farzandimni albatta topaman. Inshaalloh albatta topaman. Hozir shtabga keldik. Bitta o'sha menga o'xshagan bolasini yo'qotgan yoki bolasi haqida ma'lumot bilishni istaganlar shetga shtabga kelishar ekan. Bu yerda Batiya bobo degan bir urushda 2 yil xizmat qilgan odam bor ekanlar. Ular bilan juda ham yaxshi munosabatda biz. Hozirda nimagaki ular menga juda ham katta yordam berishyapti. Bolamni izlashimda Nemajon ikkovimizga yordam berishyapti. Bularda shtablari shu odamda. Shikka keldim, Nemajon shetda o'tiribdilar. Batiya bobo bilan gaplashib. Bitta katta advokat Denis mana Nemajon bilan Batiya bobo o'sha menga aloqaga chiqqan odamlar bilan gaplashyapti. Men Batiya boboning nomerlarini berdim. Mana Nemajon. Assalomu alaykum. Hurmatli xalqimiz, hurmatli musulmon birodarlar. Mana opani yana shtabga olib keldik. Tashla, mesda положение bilan перевод pasport tashla, men jo'natib yuboraman deyapti. Senga deyapti, короче. Shada qabul qilaverasiz. Shtabga olib keldik. Mana yana murojaatlar ko'p tushyapti. Bizga bolasi yo'qolgan nimalar. Hozir mana Surxondaryodan akaxonimiz telefon qilib Surxondaryodan telefon qilib bolasini so'rayapti. Mana pozivnoy Batiya javob beryapti har bir savoliga. Xudo xolasa. Aka, gapni eshiting. Biron soatlardan keyin telefon qiling, bemalol bu maslahat qilamiz. Maylimi akajon? Inshaalloh. Men o'zim telefon qilib yordam qilamiz. Qo'limizdan kelganicha. Hozir endi omma ishi bo'yicha yana bayankomatga boramiz, prokuraturaga boramiz. Hozir mana bu yerdan telefon bo'lyapti-da. Keyin bu o'tirib buni fikr qilib, shuning uchun biron qog'oz inshaalloh duo qilib turibsizlar xalqimiz. Nimani? Poddershkada bo'lingizlar. Qo'llab. Nomerimni nima beradi? Nemajon beradi? Shu telefondan sizga beradi nomerni aytib. Yozib oling mana 952 561 36 17 +7 bilan telefon qilasiz, lekin buni kontrakt, biron dogovorlarni topish kerak. Buni xolasa nomer jeton endi bog'lab bormish, kontrakti bormi? Mushkulni yengil qilishga harakat qilyapmiz opaxonning ham. Inshaalloh Xudo xolasa shu maqsadlarga erishib. Yo, hali kelaman demang. Hozir men buni polniy danalaringizni tashlaysiz, avval bularni ko'rib chiqamiz. Opaxonning ham Keyin chaqiramiz. choylik propiska qilib berdik Moskva shahriga. Mana shunga endi bemalol opaxonam 3 oy yurishga haqqi bor. Bemalol banklardan kartochkalarni ochirib berdik. Endi shu protsessda ish davom etyapti. Bu birdan bo'ladigan ish emasda, rosa yugurib ko'p ekan. Qo'ldan kelgancha yugurib harakat qilyapmiz bitirishga. Nechilarda chiqsam bo'ladi? Bo'ladi, hali gap-zanon qilamiz aka. Biron 2 soatlardan keyin, xo'p? Davay, xo'p. Yaxshi qolasizlar. Ha, bu bir marta mana assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Mana hozir Surxondaryolik akamiz bilan gapirdik. O'g'li turmadan borgan ekan. Endi farqi nima? Odamzod bundan sira qovun yo'q. Turmadan boradimi, boshqa joydan boradimi? Zato главный Rossiyani защищать qilgani boribdi. Problema shuki, o'ligini ham uni chiqaribdilar. Hozir gap-zanon qildik. Rostovda bo'ladi morg, o'sha morgdan olib otasi tanimabdi o'g'lini. Endi shunaqa sharoitlar ham bo'lishi mumkin.
Nimagaki DNK xato qilmaydi bu yerda Rossiyada. Nima demoqchiman? Xudoga shukr, mana shu topilganiga shukr qilsin go'yisi. Topilmasa, topilmay chirib ketganlari ham bor-da, gap ochig'i. Hay marhamat, mana qo'limizdan kelguncha yordam qilamiz. Mana lekin hujjatlari yo'q, uni hujjatlarini to'g'irlash kerak, uni topish kerak. Mana Aminaxon bilan bordik kecha. Aminaxonning ham ishlari hozir xudoga shukr bo'lmadi. Lekin bu kishining ham problemasi ko'p, qog'ozlar o'zidan o'zi hal bo'lmaydi. Mana registratsiyani to'g'irlab berdilar Aminaxonga, rahmat kim qilib berdi, mana Nemajon qilib berdi registratsiyalarni. Yana boshqa beqa bir kunlik yurishing hammasi rasxod pul. Shuning uchun iltimos sizlardan mana shu Aminaxonga ham yordam qilinglar. Men qo'limdan kelguncha yordamlarni qilib beraman. Nimagaki, masalan, mana ham beqa ishlarimiz ko'p. Beqa bor, boshqasini to'ka Amina, boshqa yana nechta Aminaga o'xshagan onalar farzandlari yo'q. Tojikistondan, O'zbekistondan ana shunaqa sharoitga tushib qolgan. Qo'limizdan kelguncha biz ham yordam qilamiz. Lekin bu bir narsa deyman. Mana shu 200'larda pullarini olish uchun mana prezident qarori bor. Verxovniy Vladimir Vladimirovich Putinni Belarusov ministr оборонani hatman pul beriladi. Bunaqa gap yo'qki, Rossiya shtabki fuqarosi pulini bermasin, farqi yo'q, u turmadanmi, kontrakt qilib Rossiyani zashat qilgani ketdimi? Hatman pulini oladi agar 200 o'lgan bo'lsa, o'ldirgan bo'lsalar. Ana shunaqa beqa juda zakonlari, strogi zakonlari. Lekin beqa hammasi hujjat kerak, hujjat, qog'oz, qayerdan ketdi, nima qildi, qaysi vaqt bo'ldi, qanaqa spravkasi kerak. Shuning uchun mana chopa-chopi ko'p. Yana nima desam, qo'limizdan kelguncha qilamizda, mana yordam beradi. Mana beqa yana bir ikkita o'zimning o'g'aylarim ham bor, yaxshi yigitlar. Ular mana men o'zim ham Rostovdan o'sha Persyanovga xizmat qilganmiz, spetsialniy podrazdeleniyaga ham taniyman machalarni, komandirlar bor, ularga telefon qilaman, bechoralar yordam qilyapti. Ana shunaqa. Tak что marhamat, qo'limizdan kelguncha yordam beramiz, lekin bir narsani tushuninglarki, bu hujjat bu bir kun, 2 kunga bo'lmaydi. Masalan, kamiga 6 oy vaqt kerak. 6 oydan keyin mana odamlar borki, mana eshitamiz 1,5 yil, 2 yil bo'lgan o'sha farzandini topolmayapti. Endi bunga ham vaqt kerak. Topamiz xudo xohlasa. Dunyo benima emas, ota nima? Besavol javob emas. Baribir o'lganmi, qaysi joyga o'lgan, qaysi vaqt o'lgan, uni topilishi baribir bir kun topiladi bu. Globni shu hujjatini olib, masalan, ota-onasi uchun masalan zavishanyalar qo'ygan bo'lsa, o'sha pullarni ham olish kerak. Davlat beradi bu pullarni. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun. O'ylashcha endi gapirmadim bugun. Allohu akbar. Mana xalqimiz ko'ringizlar, mana Amina opa yana olib keldik shtabga. Mana shu bolasini izlash uchun har kun kelamiz, har kun ketamiz. Qor, sovuq. Mana kelganiga 21 fevralda keldi. Hozirgacha endi mana propiskalarini qilib, bu dokumentini endi to'g'irladik. Bu yerda ham har bir narsa tez bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun kimki keladigan bo'lsa, o'ylabroq nima qilib kelasizlar. Ana shu mashina Amina opaning ixtiyorida xizmatda bo'lib yuribdi. Bu meni shaxsiy mashinam. Mana bu shtab Ministerstvo обороны filiali. Shu yerga har kun Amina opani olib kelaman, bechora mana farzandini izlab.